tatuirovka haqida React Studiosiga eng ko'p beriladigan savolni sizlar bilan hozir muhokama qilamiz. Jahongir aka, tatuirovkani o'chirsa bo'ladimi? Hozirgi zamonaviy tatuirovkada buning iloji bor. O'chirsa bo'ladi. Vaqtinchalik tatuirovka degan narsaga qanaqa qaraysiz? U qanaqa bo'ladi? Vaqtinchalik tatuirovka bu bahona. 6 oylik, 1 yillik degan bahonalar ko'p. Yana shu narsani aytaman, o'zim meditsinani o'qiganman. Keyin har qanday qonga qo'shilib ketadigan yot jism bu tromb hosil qilishi mumkin yoki har holda u begona jism hisoblanadi. Bu narsaga qarshiman. Qarang, hozir tatuirovkaning narxi juda ham qimmat degan ma'noga qaraysiz. Narxlari haqida qisqacha ma'lumot berib keting. Tatuirovkaning narxi qimmat emas. Bu san'at. Rasm chizish. Endi qog'ozga emas, boshqa narsaga emas, tanaga rasm chizish. Demak, siz har qanday ma'lumotni, har qanaqa rasmni chizib bera olasiz, to'g'rimi? Ha, har qanday narsa. Okey, sizlarga qiziq bo'ladigan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Tatuirovka bo'yicha ma'lumotni hammasini sizlarga batafsil gapirib berishga harakat qilamiz.